Fason tanlashda, asos andozalarini tayyorlashda sizda muammo bo'layotgan bo'lsa, ayniqsa katta razmerlarda bu juda ham ko'p uchrab turadi. Men aynan sizni muammolaringizga yechim topib qo'ydim. Maryams akademiyasi katta razmerlar uchun asos andozalarini to'liq noldan boshlab bepul o'rganishingiz uchun alohida darsliklarni tayyorladik. Bu darsliklarni Telegram yopiq kanalimizga joylashtirdik. Agar siz ham Maryams metodi bilan aynan katta razmerlarda asos andozalarni mutlaqo bepul o'rganishni xohlasangiz, hoziroq izohlarda plyus qoldirishni unutmang. Nega deganda, bu darsliklarni vaqti chegaralangan. Biz maksimal darajada qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Maryams akademiyasining oliy maqsadi bor. Alloh roziligi uchun eng oliy sara ilmlarni sizlarga yetkazib berishga va mana shunday qimmat ilmlarni ham sizga mutlaqo bepul darsliklarini tayyorladik va aynan ana shu tayyorlagan andozalaringizdan bemalol mana shu fasonni ham siz modellashtira olasiz. Bu fasonni nafaqat katta razmerlarda, kichkina razmerlarga ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xohlasangiz kaltaroq tunika shaklida ham tagidan shimlik qilib qilsangiz ham bu ham juda ham chiroyli variantlardan biri bo'ladi. Demak, siz Maryams metodi bilan aynan katta razmerlarni, mana shu siz ko'rib turgan 66-razmer standartdagi ko'krak aylanasi 132 bo'lgan, Euro razmerda 58-razmer 9XL razmerini noldan boshlab mutlaqo bepul o'rganishni xohlasangiz, albatta bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmang. Yopiq Telegram kanalimizga a'zo bo'lishga harakat qiling. Mana siz ko'rib turganingizdek, oldin biz mana shu asos andozalarni tayyorlab chizib olamiz, so'ng ustidan plyonkani qo'yib, men hozir ko'rsatgan mana shu fasonni modellashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, albatta bizga asos juda ham muhim. Qachonki siz asos andozalarni to'g'ri posadkada tayyorlashni o'rgansangiz, har qanday razmerda, ayniqsa katta razmerlarda bu juda ham muhim. Xohlagan modellash turlarini osonlik bilan bajarasiz. Modellashtirish sirlarini eng birinchi oltin qoidasi bu albatta asos andozalarni to'g'ri tayyorlash, to'g'ri o'lcham olish va to'g'ri asos andozalarni tayyorlash. Demak, siz ham mana shu men ko'rsatayotgan asos andozalarni Maryams metodi bilan orqa asos ustiga oldi asosni tayyorlab chiqarish sirlarini ochiq va to'liq o'rganishni xohlasangiz, vaqti chegaralangan mana shu mutlaqo bepul darsligimizga hoziroq ulanib olishga harakat qiling va aynan biz ana shu asosimizdan mana shunday noodatiy bo'lgan, bir qarashda siz oddiyginaga o'xshatib ko'rgan bo'lsangiz bu fasonimizni, bu fason oddiy emas. Buni o'ziga yarasha sirlari bor. Aynan kiyganda ko'ylakni yonida zalon bo'lmasdan ko'tarilib turish uchun nima qilishimiz kerak? Aynan mana shu sirni men sizga mana shu darslikda o'rgataman. Mana shundan keyin sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Har doim modellashtirganingizda katta razmerlarda ham ko'ylaklaringizni ikki tarafi osilib qolmasdan hammasi joy-joyida bo'lib chiqadi. Ko'rib turibsiz, mana shunday bir asos andozalarni mukammal darajada chizish uchun juda ham uzoq vaqt ketsa kerak, murakkab bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lsangiz, aslo undek emas. Maryams metodida razmer olish ham juda ham oddiy va ana shu oddiy raqamlardan juda ham tezlik bilan umuman hayotingizda agar siz asos andozalik birorta bir razmerga andoza chiqarmagan bo'lsangiz, aynan siz bemalol mana shu video darsligimizdan so'ng o'tirib birinchi marotaba chizganingizda ham bir xilda men qanday o'rgatgan bo'lsam, shu holatda chiza olasiz va albatta mutlaqo bepul o'rganib olasiz. Mana shu darsligimizdan so'ng sizda katta razmerlarda umuman muammo qolmaydi va eng asosiysi sizda qo'rquv bo'lmaydi. Qachon sizda qo'rquv bo'ladi? Albatta siz andozalarda va tikish sirlarida bilmaganingizda. Ko'rib turibsiz, bu fasonimiz qanchalik darajada bejirimligini men buni yana qaytarib o'taman. Bu nafaqat katta razmerlarda, buni bemalol siz kichik razmerlarda ham foydalansangiz bo'ladi. Eng asosiysi hozirgina men aytib o'tgan sirlik bu yerdagi modellash sirlarini o'rganishingiz. Albatta Maryamsga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Mana shunday foydali darsliklarimizni yaqin tanishlaringizga ham albatta ulashib qo'ying. Vaqti chegaralangan, mutlaqo bepul bo'lgan, qiymati juda ham qiymatli bo'lgan mana shu darsliklarimizni albatta siz ham o'rganib olishga ulgurib qoling. Maryams akademiyasi har doim eng noodatiy,
kreativ bo'lgan modelirованiyalarini eng oson usulda sizga o'rgatib keladi. Albatta, izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldirishni ham unutmang. Katta razmerlarda qanaqa muammolaringiz bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa mana shu fason bo'yicha ham sizda qandaydir savollar bo'lsa yoki chin dildan mana shu fasonni o'rganishni xohlasangiz ham izohlarda fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Men har bir bildirgan izohlarni o'qib chiqaman va men uchun bu juda ham muhim. Har doim foydali darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Maryamsni kuzatishda davom eting. Eng foydali darsliklarimizni eng yaqin do'stlaringizga, dugonalaringizga ham yuborib qo'ying.